Shirin. Rostmi? Nima? Men ota bo'lamanmi? Qarang, shuncha kutganimiz. Siz ota bo'lasiz. Rahmat senga. O'tirib olgin. Sen bu yo'lga o'zing ehtiyot qilishing kerak, a? Nima olib kelay? Nima yeging kelyapti? Mana manta yegim kelyapti. Ha? Manta? Faqat haligi mana-chi oyijon pishirgan mantisini yegim kelyotgandi. Iltimos. Ha, onamlar mantani zo'r qiladilar-da. Nabirali bo'layotganliklarini eshitsalar bilasanmi qanaqa manta qilib beradi senga? Albatta, albatta. Meni bahonamda siz ham yeb olasiz. O'g'lim yaxshimikin, tinchmikin? Ishda bo'lsa bezovta qilib qo'yaman. Qizimga qila qolay. Voy, qachon boshlanar ekanmiz? Xo'g'li chaqirib qo'yib, sana o'tirmiz endi bekorchi bo'lib. Qancha ishlar qolib ketdi hayotda. Rahbariyatda o'zi yo'qmi? Hozir. Alo. Alo, qizim. Ha, oyi. Majlisdan keyin qoraman bo'pti. Voy bolajonim, biram majlislari ko'pa, charchab ketadi. Oyizlarmi? Gaplashurmisan? Rahbariyat hali o'zi kelmadi, majlisdan hali darak yo'q. Nimani gaplashaman? Ko'p gapiradilar, gaplar tinmaydi. Kerak emas vaqtim yo'q. Majlis boshlanmadi, bemalol onangiz bilan gaplashsangiz bo'ladi. Yo'q, ishdaman. Keyin gaplashaman. Kech qo'yaman. SMS o'qishga vaqt yo'q. Ikkinchi to'yim ham SMS'imni o'qimadi. Ish ko'pda. Bolalar bilan hali u yoqqa yugur, hali bu yoqqa yugur, tinmaydi. Vaqtim juda tez o'tar ekan. Bolalarimni sog'inib ketdim. Ko'rmaganimga ham 2 oy bo'pti. Uchalasi ham ish bilan band. Vaqtiligi yo'q. Balki bugun kelib qolishar. Hozir